Asterium kriptokartasini rasmiylashtirish muvaffaqiyatsizmi? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Nima to'sqinlik qilayotgan va bir necha daqiqada qanday hal qilish mumkinligini bilib olasiz. So'nggi voqealar va xavfsizlik talablarining kuchayishi sababli eng ko'p uchragan muammo One ID orqali shaxsiy ma'lumotlarga kirish aktiv qilinmagan bo'lishi. Muammoni tezkor hal qilish va Asteriumning barcha servislariga kirish uchun One ID shaxsiy kabinetingizga har qanday qulay usul bilan kiring. Login va parol orqali, Mobile ID yordamida yoki elektron raqamli imzo bilan. Kirgandan so'ng shaxsiy ma'lumotlarni boshqarish bo'limini oching va foydalanuvchi shartnomasini diqqat bilan o'qing. Keyin xizmatlar ro'yxatida Oktobankni, Asterium kriptokartalarini chiqaruvchi bankni toping va shaxsiy ma'lumotlaringizni qabul qilish va qayta ishlashga ruxsatini yoqing. Ruxsatlarni unga boshqarib, kimga va nima uchun kirish berayotganingizni tushunganingizda, siz shunchaki jarayonni o'tayotgan bo'lmaysiz, balki raqamli muhitingizni nazorat qilasiz. Bugun bu qulaylik masalasi, ertaga xavfsizlik masalasi, kelajakda esa har qanday ekotizimda sizga bo'lgan ishonchning asosi.